Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Ayrim holatlarda pensiya pullari qayta hisoblanishi, kam to'langan summalar esa pensionerga qaytarilishi mumkin. Bu gap shunchaki mish-mish emas, lekin har bir odam menga ham pul qaytarilar ekan deb darrov ishonib ketmasligi kerak. Chunki bu masalada aniq sabab, hujjat, muddat va hisob-kitob bo'ladi. Agar siz o'zingiz pensioner bo'lsangiz, ota-onangiz, buvingiz, bobongiz pensiya olayotgan bo'lsa yoki yaqinda pensiyaga chiqmoqchi bo'lsangiz, bu ma'lumot sizga albatta kerak bo'ladi. Men bugun qaysi holatda pul qaytarilishi mumkin, kimlar xavotir olishi kerak, kimlar esa bekorga ovora bo'lmasligi kerak, qayerga murojaat qilish va qanday hujjat tayyorlash kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni bilmagan odam ko'pincha o'z haqqini talab qila olmaydi. Avvalo bitta narsani aniq aytib qo'yaman. Pensiya pullari hammaga avtomatik tarzda qo'shimcha mukofot sifatida qaytarilmaydi. Gap ko'pincha noto'g'ri hisoblangan, vaqtida hisobga olinmagan, hujjat kechikib topshirilgan yoki bazadagi ma'lumotlar to'liq bo'lmagani sababli kam to'langan pensiya summasi haqida ketadi. Oldin ko'p pensionerlar pensiyaga chiqqan paytda bor hujjatini topshirgan. Pensiya jamg'armasi yoki tegishli tashkilotlar mavjud ma'lumotlar asosida pensiya tayinlagan. Lekin hayotda shunday holatlar bo'ladiki, odamning ish staji to'liq ko'rinmaydi, eski ish joyidan ma'lumotnoma topilmaydi, arxivdagi hujjat keyinroq chiqadi, ish haqi haqidagi ma'lumot noto'g'ri kiritilgan bo'ladi yoki ayrim davrlar umuman hisobga olinmay qoladi. Natijada pensioner bir necha oy, ba'zan bir necha yil davomida o'ziga tegishli miqdordan kam pensiya olib yuradi. Hozir esa elektron bazalar, arxiv ma'lumotlari, idoralararo almashinuv va qayta tekshiruvlar kuchaygani sari oldingi xatolar aniqlanishi mumkin. Bundan tashqari, pensionerning o'zi ham yangi hujjat topshirsa, eski ish stajini isbotlasa, ish haqi ma'lumotnomasini olib kelsa yoki hisob-kitobda xato bo'lganini ko'rsatsa, pensiya qayta hisoblanadi. Ana shu qayta hisoblash natijasida sizga avval kam to'langan ekan degan xulosa chiqsa, farq summasi qaytarilishi mumkin. Lekin yana takrorlayman, har bir holat alohida tekshiriladi. Kimningdir 200 ming so'm farqi chiqishi mumkin, kimningdir 2 million so'm, yana kimdadir umuman farq chiqmasligi mumkin. Shuning uchun men bugun sizga hamma borib pul oladi demayman. Men ekspert sifatida aytadigan gapim shuki, agar sizning pensiyangiz tayinlanganda ayrim hujjatlar hisobga olinmagan bo'lsa yoki hisob-kitobda shubha bo'lsa, tekshirtirishga to'liq haqqingiz bor. Endi eng muhim savol, kimlar bu masalaga jiddiy qarashi kerak? Birinchi navbatda pensiyaga chiqqan paytda ish staji to'liq tasdiqlanmagan odamlar. Masalan, bir fuqaro 35 yil ishlagan, lekin pensiya tayinlash paytida faqat 27 yili hujjat bilan tasdiqlangan. Qolgan 8 yil bo'yicha eski korxona yopilib ketgan, arxivdan ma'lumot topilmagan yoki mehnat daftarchasida muhr xira bo'lgan. Keyin oradan vaqt o'tib, arxivdan ma'lumotnoma topildi. Mana shunday holatda pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Misol uchun, Ahmad aka 1990 yildan 1998 yilgacha bir zavodda ishlagan, lekin zavod tugatilgan. Pensiyaga chiqqanida shu 8 yil staj hisobga olinmagan. Natijada unga oyiga 20 million 1 ming so'm pensiya tayinlangan. Keyin arxivdan hujjat topilib, o'sha davr tasdiqlansa, uning pensiyasi masalan 20 million 6 ming so'mga chiqishi mumkin. Farq oyiga 200 ming so'm. Agar qonuniy asos bo'yicha bu farq 6 oy uchun qayta to'lanadigan bo'lsa, 20 million 200 ming so'm qaytarilishi mumkin. Agar holat boshqa tartibga tushsa, muddat va summa boshqacha bo'ladi. Shuning uchun asosiy masala hujjat qachon topshirilgani, xato kim tomonidan bo'lgani va qayta hisoblash qaysi sandan qo'llanishida. Ikkinchi toifa ish haqi haqidagi ma'lumoti noto'g'ri olingan yoki past ko'rsatilgan pensionerlar. Pensiya miqdoriga nafaqat staj, balki ayrim davrlardagi ish haqi ham ta'sir qiladi. Ba'zan eski tashkilotdan berilgan ma'lumotnomada oylar tushib qolgan bo'ladi. Mukofot pullari kiritilmaydi. Lavozim oyligi noto'g'ri yoziladi. Yoki buxgalteriya arxivida bir xil familiyali odamlar adashib ketadi. Oddiy odam buni darrov sezmaydi. U davlat qancha chiqarsa, shuni olaman deb yuraveradi. Lekin pensiya hisob-kitobini ko'rgan mutaxassis ayrim raqamlar mos kelmayotganini payqashi mumkin. Masalan, Dilbar opa 25 yil tibbiyot sohasida ishlagan. U pensiyaga chiqqanda oylik ma'lumotnomasida faqat asosiy ish haqi ko'rsatilgan. Navbatchilik, ustama yoki qo'shimcha to'lovlar ayrim oylar bo'yicha kiritilmagan.
Agar bu to'lovlar pensiya hisobiga kiritilishi mumkin bo'lgan daromadlar bo'lsa va hujjat bilan tasdiqlansa, pensiya miqdori oshishi ehtimoli bor. Oyiga taqoda 1000 so'm farqi ham bir yilga 960 ming so'm bo'ladi. Oyiga 1 ming so'm farq bo'lsa, bir yilga 1 million 800 ming so'm degani. Shuning uchun ozgina farq ekan deb e'tiborsiz qaramaslik kerak. Uchinchi toifa ishlashni davom ettirgan pensionerlar. Ayrim pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Bunday paytda badallar ish haqi, mehnat faoliyati va qonunchilikdagi tartibga qarab qayta hisoblash masalasi paydo bo'lishi mumkin. Har doim ham ishlagan pensionerning pensiyasi avtomatik oshib ketmaydi. Lekin uning yangi ish davri, rasmiy mehnat shartnomasi, soliq va ijtimoiy ma'lumotlari tekshiruvda ahamiyatli bo'lishi mumkin. Men bunday odamlarga ayniqsa e'tiborli bo'lishni maslahat beraman. Ish beruvchi sizni rasmiy yurityaptimi? Ish haqi elektron tizimda ko'rinyaptimi? Mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat tarixida uzilish yo'qmi? Bularni tekshirtiring. 4-toifa nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki yoshga doir pensiya olayotgan, lekin oilaviy holati qaramog'idagi shaxslar, nogironlik guruhi mehnat staji, parvarish davri kabi ma'lumotlar o'zgargan fuqarolar. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida o'qiyotgan farzandning kunduzgi ta'limda ekanligi tasdiqlanishi kerak bo'ladi. Hujjat vaqtida yetkazilmasa, to'lov to'xtashi yoki kamayishi mumkin. Keyin ma'lumot to'g'rilansa, ayrim holatlarda qayta tiklash va to'lanmagan qismini olish masalasi ko'riladi. Kimlar bekorga xavotir olmasligi kerak. Agar siz pensiyaga chiqqaningizda barcha stajlaringiz to'liq hisoblangan bo'lsa, ish haqi ma'lumotnomasi to'g'ri bo'lsa, keyingi davrda yangi hujjat topilmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasi sizga rasmiy javob bergan va hisob-kitobda farq yo'qligini ko'rsatgan bo'lsa, unda hamma pul olayapti, men ham boray deb navbatda turish shart emas. Biroq shubhangiz bo'lsa, bir marta yozma ravishda tekshirtirish zarar qilmaydi. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik joylarga o'tamiz. Eng birinchi nozik masala pul qaysi sanadan qaytariladi? Ko'p odam o'ylaydi. Men 10 yil oldin pensiyaga chiqqanman. Agar xato topilsa, 10 yillik farqni hammasini berishadi. Amalda esa bu har doim ham shunday emas. Qayta hisoblashda murojaat sanasi hujjat taqdim etilgan sana xatolik turi. Vakolatli organning aybi bor yo'qligi va amaldagi tartiblar muhim bo'ladi. Shuning uchun pensioner meniki aniq 10 yillik chiqadi deb oldindan hisoblab olmasligi kerak. Ikkinchi nozik masala hujjatning kuchi. Mehnat daftarchasidagi yozuv, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi haqida ma'lumot, sud qarori, korxona buyrug'i, harbiy xizmat, bola parvarishi davri, o'qish davri kabi masalalar turlicha baholanadi. Hamma qog'oz ham pensiya hisobiga avtomatik kirib ketmaydi. Masalan, bir odamda eski korxonadan oddiy tavsifnoma bor. Unda falonchi bizda ishlagan deb yozilgan. Lekin ishga qabul qilish buyrug'i, ishdan bo'shatish buyrug'i. Oylik vedomosti yoki arxiv tasdig'i bo'lmasa, bu hujjat yetarli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun faqat bitta qog'ozga suyanib qolmaslik kerak. 3-nozik masala noqonuniy vositachilar. Pensiya pullari qaytariladi degan gap tarqalishi bilan ayrim odamlar men tanish orqali tez chiqarib beraman. Falon summa bersangiz pensiyangizni oshirib beraman. Arizani o'zim yozib beraman. Natijani kafolatlayman deb yurishi mumkin. Men bunday va'dalarga ishonmaslikni qat'iy tavsiya qilaman. Pensiya masalasi rasmiy hujjat va qonuniy hisob-kitob bilan hal bo'ladi. Hech kim sizga hujjatsiz, asossiz tarzda katta pul chiqarib bera olmaydi. Agar kimdir oldindan pul so'rasa, ayniqsa ehtiyot bo'ling. 4-nozik masala, ortiqcha to'langan pullar ham bo'lishi mumkin. Bu juda muhim. Ba'zan pensioner men qayta hisoblataman, bal qo'shimcha pul chiqar deb boradi. Lekin tekshiruvda aksincha holat aniqlanishi ham mumkin. Oldin biror ma'lumot noto'g'ri kiritilgan. Natijada pensiya ortiqcha to'langan bo'lishi ehtimoli bor. Bunday vaziyatlar kam uchrasa ham butunlay yo'q emas. Shu sababli har bir murojaatga mas'uliyat bilan qarash kerak. Agar sizda hujjatlar aniq, stajingiz to'g'ri, ma'lumotlaringiz asosli bo'lsa, xavotirga o'rin yo'q. Lekin eshitdim. Borib ko'ray degan yondashuv bilan emas, hujjat va sabab bilan boring. 5-nozik masala bank kartasi, naqd to'lov va pochta orqali olish. Agar qaytariladigan summa chiqqan bo'lsa, u odatda belgilangan tartibda pensionerning pensiya oladigan yo'li orqali yoki rasmiy ko'rsatmaga asosan to'lanadi. Agar kartangiz o'zgargan bo'lsa, bank rekvizitlari yangilanmagan bo'lsa, yashash manzilingiz boshqa joyga ko'chgan bo'lsa, to'lov kechikishi mumkin. Shuning uchun pensiya bo'limida shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'ri ekanini tekshirtiring.
telefon raqamingiz, manzilingiz, pasport yoki ID karta ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lishi kerak. 6. nozik masala merosxo'rlar. Ba'zan pensioner vafot etganidan keyin uning hayotlik davrida to'lanmay qolgan pensiya summasi haqida savol chiqadi. Bu masala juda ehtiyotkorlik bilan ko'riladi. Qaysi summa tayinlangan, qaysi davr uchun to'lanmay qolgan, murojaat qachon qilingan, meros huquqi qanday rasmiylashtirilgan, bularning hammasi ahamiyatli. Men bunday holatda og'zaki gap bilan yurmasdan yozma murojaat qilishni, zarur bo'lsa notarial va huquqiy maslahat olishni tavsiya qilaman. 7. nozik masala telefon orqali keladigan xabarlar. Oxirgi vaqtlarda turli aldov usullari ko'paygan. Kimdir qo'ng'iroq qilib sizga pensiya puli qaytariladi, kartangiz raqamini ayting, SMS kodini yuboring desa, bu juda xavfli. Hech qachon SMS kodini, bank karta pin kodini, ilova parolini, pasport rasmini noma'lum odamga yubormang. Davlat organlari sizdan telefon orqali SMS kod so'ramaydi. Agar haqiqatan ham to'lov yoki qayta hisoblash masalasi bo'lsa, siz rasmiy tashkilotga o'zingiz murojaat qilasiz yoki rasmiy xabarnoma olasiz. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, o'zingizning pensiya hujjatlaringizni yig'ing. Sizda pasport yoki ID karta, pensiya daftarchasi yoki pensiya bo'yicha ma'lumot, mehnat daftarchasi, eski ish joylaridan berilgan ma'lumotnomalar, arxiv javoblari, ish haqi to'g'risidagi hujjatlar bo'lsa, hammasini bir joyga jamlang. Hujjatlarni tartib bilan qo'ying. Qaysi yilda qayerda ishlagansiz, qachon ishga kirgansiz, qachon chiqqansiz, qaysi lavozimda bo'lgansiz. Ikkinchi qadam, pensiyangiz qanday hisoblanganini tushunishga harakat qiling. Ko'p pensionerlar faqat yakuniy summani biladi, lekin qancha staj olingan, qaysi ish haqi davri hisobga kiritilgan, qanday koeffitsient qo'llanganini bilmaydi. Siz tegishli pensiya bo'limiga murojaat qilib, pensiya hisob kitobingiz bo'yicha tushuntirish so'rashingiz mumkin. Eng to'g'ri yo'l og'zaki emas, yozma murojaat qilish. Chunki yozma murojaatga rasmiy javob beriladi, keyin sizda dalil bo'ladi. 3-qadam. Ariza mazmunini aniq yozing. Masalan, mening yoshga doir pensiyam tayinlanganida 1997 yildan 1994 yilgacha bo'lgan ish stajim hisobga olinganini tekshirishingizni agar hisobga olinmagan bo'lsa, taqdim etayotgan arxiv ma'lumotnomam asosida pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar ish haqi bo'yicha shubha bo'lsa, pensiya hisoblashda foydalanilgan ish haqi ma'lumotlarini qayta tekshirishingizni so'rayman deb ko'rsating. Ariza telefon raqamingiz, manzilingiz, sana va imzo bo'lishi kerak. 4-qadam. Arizaga ilova qilinadigan hujjatlarni ko'rsating. Masalan, ID karta nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi ma'lumotnomasi, sud qarori bo'lsa, sud qarori nusxasi, boshqa tasdiqlovchi hujjatlar. Hujjat topshirganda qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi, ro'yxatga olish raqami yoki elektron tasdiqni saqlab qo'ying. Bu juda muhim, chunki keyin men topshirganim degan gap emas, rasmiy tasdiq kerak bo'ladi. 5-qadam. Javobni kuting va javobni diqqat bilan o'qing. Agar rasmiy javobda qayta hisoblash uchun asos yo'q deyilsa, nega asos yo'qligi yozilishi kerak. Masalan, hujjat talabga javob bermaydi, staj allaqachon hisoblangan. Ish haqi ma'lumoti pensiya hisobiga ta'sir qilmaydi yoki boshqa sabab. Agar javob tushunarsiz bo'lsa, qo'shimcha tushuntirish so'rashingiz mumkin. Agar siz javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organga yoki qonuniy tartibda shikoyat qilish huquqingiz bor. 6-qadam. Eski ish joylari bo'yicha arxiv izlang. Korxona yopilgan bo'lsa ham, uning hujjatlari arxivga topshirilgan bo'lishi mumkin. Tuman yoki shahar arxivi, viloyat arxivi, tashkilotning huquqiy vorisi, vazirlik yoki idora arxivlari orqali izlash kerak bo'ladi. Bu jarayon ba'zan vaqt oladi, lekin natija berishi mumkin. Ayniqsa 1990 yillar. 2000 yillarning boshida ishlagan odamlar uchun eski hujjatlar muhim ahamiyatga ega bo'ladi. 7-qadam. Barcha gaplarni yozma shaklda olib boring. Men ko'p ko'rganman, odam bo'limga boradi. Xodim og'zaki sizga hech narsa chiqmaydi deydi. Pensioner qaytib ketadi. Lekin og'zaki javob bilan masala yopilmaydi. Siz muloyim lekin qat'iy bo'ling. Iltimos, mening murojaatimni ro'yxatga oling va rasmiy javob bering deng. Bu tortishish uchun emas, huquqiy aniqlik uchun kerak. 8-qadam. Qarindoshlar yordam bersin, lekin pensionerning roziligi bilan. Ko'p ota-onalarimiz hujjat yuritishda qiynaladi. Internetdan foydalana olmaydi. Arxivga borishga sog'ligi to'g'ri kelmaydi. Farzandlar bu jarayonda yordam berishi mumkin. Lekin vakillik, ishonchnoma, shaxsiy ma'lumotlar
va imzo masalasida tartibga amal qilish kerak. Hamma ishni pensioner nomidan rasmiy va qonuniy bajaring. 9-qadam hisob kitobni o'zingizcha haddan tashqari oshirib yubormang. Masalan, qo'shnim 3 million olibdi, demak men ham shuncha olaman degan fikr noto'g'ri. Har bir pensiya ishi alohida. Qo'shningizda 12 yil hisobga olinmagan staj bo'lishi mumkin. Sizda esa faqat 6 oy bo'lishi mumkin. Kimdadir ish haqi yuqori bo'lgan davr topiladi. Kimdadir esa topilgan hujjat pensiya miqdoriga ta'sir qilmaydi. Shuning uchun aniq javob faqat hujjatlar tekshirilgandan keyin chiqadi. 10-qadam aldovlardan ehtiyot bo'ling. Yana bir bor aytaman. Karta raqamingizning to'liq ma'lumotlarini, SMS kodni, bank ilovasi parolini hech kimga bermang. Agar kimdir pensiya qaytarish uchun ro'yxatdan o'tkazamiz deb havola yuborsa bosmang. Rasmiy davlat xizmatlari, pensiya jamg'armasi bo'limlari, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki boshqa rasmiy kanallar orqali ish ko'ring. Noma'lum Telegram botlar, shubhali saytlar va tezkor yordam degan e'lonlarga ishonmang. Keling, yana bir necha hayotiy holatni ko'rib chiqamiz. Birinchi holat, Karim ota yarim yil ishlagan, lekin pensiya tayinlanganda 33 yil staj hisoblangan. Sababi u 7 yil ishlagan qurilish tashkiloti tugatilgan, hujjatlar topilmagan. Keyin farzandi arxivga murojaat qilib, ishga qabul va ishdan bo'shatish buyruqlarini topgan. Pensiya bo'limi hujjatlarni ko'rib chiqib stajni qo'shgan. Natijada pensiya miqdori oshgan va tegishli davr uchun farq to'langan. Bu yerda asosiy sabab yangi hujjat topilgani. Ikkinchi holat, Malika opa pensiyasini kam deb o'ylagan, lekin tekshiruvda hamma stajlari to'liq hisoblangani, ish haqi ma'lumot ham to'g'ri ekani aniqlangan. Unga qo'shimcha pul chiqmagan. Bu ham normal holat. Chunki tekshirish degani albatta pul chiqadi degani emas. Tekshirishning maqsadi haqiqatni aniqlash. Uchinchi holat. Rustam aka pensiyaga chiqqandan keyin yana 5 yil rasmiy ishlagan. U o'ylagan 5 yil ishladim. Pensiyam katta oshishi kerak. Lekin tekshiruvda uning ish beruvchisi ayrim davrlarda to'lovlarni to'liq rasmiylashtirmagani ma'lum bo'lgan. Natijada hamma davr ham hisobga kirmagan. Bu misol ish beruvchi bilan munosabatda rasmiylik qanchalik muhimligini ko'rsatadi. Ish haqi konvertda berilgan bo'lsa, keyin pensiya hisobida uni isbotlash juda qiyin. 4-holat, bir pensionerga qo'ng'iroq qilib, sizga 4 million so'm pensiya farqi qaytariladi, kartangizga tushiramiz, SMS kodni ayting deyishgan. U kishi shubhalanib kodni bermagan va bankka qo'ng'iroq qilgan. To'g'ri qilgan. Chunki bunday usul bilan odamlarning kartasidan pul yechib olinishi mumkin. Haqiqiy pensiya qayta hisoblash jarayoni hech qachon SMS kod so'rash bilan bo'lmaydi. 5-holat, Sobir aka eski mehnat daftarchasini yo'qotgan. U endi hech narsani isbotlay olmayman deb o'ylagan. Lekin arxidan ish joylari bo'yicha buyruqlar va oylik qaydnomalari topilgan. Demak, mehnat daftarchasi yo'qolgan bo'lsa ham masala butunlay yopildi degani emas. Faqat ko'proq izlanish, arxiv so'rovlari va rasmiy tasdiqlar kerak bo'ladi. Hurmatli yurtdoshlar, bugungi mavzuning eng muhim joyi shuki, pensionerlarga pul qaytarilishi mumkin, lekin bu hamma uchun bir xil va avtomatik jarayon emas. Pul faqat asos bo'lsa, hujjat bo'lsa, oldingi hisob kitobda kam to'lov aniqlansa yoki qonuniy qayta hisoblash sababi mavjud bo'lsa qaytariladi. Shuning uchun vahimaga tushmang, lekin befarq ham bo'lmang. Men sizga tavsiya qilaman. Pensiya hujjatlaringizni tekshiring, stajlaringiz to'liq hisoblanganini aniqlang. Eski ish haqi ma'lumotlaringizni ko'rib chiqing. Shubha bo'lsa rasmiy yozma murojaat qiling. Og'zaki gaplarga, tanish bilish va'dalariga, karta ma'lumotini so'raydigan qo'ng'iroqlarga ishonmang. O'z haqqingizni faqat hujjat, qonuniy murojaat va rasmiy javob orqali talab qiling. Agar sizda ham pensiya kam hisoblangan, staj qo'shilmagan yoki pul qaytarilishi bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Qaysi holatlar ko'p uchrayotganini birga ko'ramiz va keyingi videolarda yana batafsil tushuntiraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner ota-onangiz, qarindoshlaringiz va tanishlaringizga albatta yuboring. Bu masalada birgina to'g'ri hujjat odamning ko'p yillik haqqini qaytarishga yordam berishi mumkin.